Ketma-ketlikda qiladigan uxodlarimni ko'rsatsam, ko'pchilik tushunmas ekan, nimaga toner ishlatiladi, nimaga sivorotka, nimaga krem. Tushuntiraman. Toner yuz yuvgandan keyin namlab, pH balansini to'g'irlab beradi. Sivorotkaga yuzni tayyor qilib beradi. Sivorotkalar har xil bo'ladi. Dog'li yuzlarga, yog'liq ko'rjaga, juda ham o'ta quruq yuzlarga bo'ladi. O'zingizga to'g'ri kelganini tanlab olasizlar. Menda dog' uchun bor sivorotka, sos juda ham yuzim qizarib razdражение bo'lib ketsa ishlatadigan sivorotkam bor, har kuni ishlatadigan sivorotkalarim bor. Niacinamid poralarni kichraytirish uchun ishlataman. Xullas, sivorotkalar ko'p. Sivorotka davolaydi. Davolaydigan komponent. Sivorotkalar katta объемda bo'lmaydi. Maksimalni 50 grammlik bo'ladi. Nесколько капель yetadi butun yuzga. Sivorotkani krem bilan yopish shart. Bo'lmasa havoga uchib ketadi sivorotkalar. Birinchi toner ishlatamiz, ustidan sivorotka, ustidan krem bilan yopamiz, обязательно yopamiz. Yog'liq ko'rjalar yengil gelевый kremlar bor, quruq ko'rjalar более плотный kremlar bilan yopamiz. Вот и все. Qiyin joyi yo'q.